Assalomu alaykum aziz muxlis. Yangiliklarni biz bilan kuzating. Lola Karimova-Tillayeva Islom Karimov maqbarasini qurishda yordam bergan insonlarga minnatdorchilik bildirdi. Lola Karimova-Tillayeva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali Samarqanddagi Islom Karimov maqbarasining qurilish jarayoniga to'xtalib, unda ishtirok etgan barcha insonlarga, jumladan onasi Tatyana Karimova hamda prezident Shavkat Mirziyoyevga o'z minnatdorchiligini bildirdi. O'zbekistonning birinchi prezidenti otamdan ayrilganimizga 1 yil bo'ldi. Otam vasiyatlarga binoan ona shaharlari Samarqandda ular uchun aziz va qadrli bo'lgan joylardan birida Samarqandning eng qadimiy yodgorliklaridan sanalmish Hazrati Xizr masjidi yonida dafn etildilar. Kecha Samarqandga borib, otam qabrini ziyorat qildik. Otam qabrlari ustida bunyod etilgan maqbaraning barpo etilishi haqida so'zlab bermoqchiman. Qadimiy Hazrati Xizr masjidi UNESCO himoyasida bo'lganligi uchun mening oldimda O'zbekistonning UNESCOdagi doimiy vakili sifatida maqbaraning barcha me'yorlariga javob bergan holda qurilish zarurligi vazifasi turdi. UNESCOning Parijdagi bosh qarorgohiga taqdim etish uchun maqbaraning loyihasi ustida bir necha oy davomida Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh boshqarmasi bilan birgalikda ish olib bordik. Loyiha tasdiqlangandan so'ng Samarqandda xotira obidasining qurilish ishlari boshlab yuborildi. Maqbaraning loyihalash va qurish jarayonida yangi obida me'moriy yechimi Hazrati Xizr masjidiga uyg'un bo'lishiga, shu bilan birga UNESCO Butunjahon meros obyekti tarixiy ko'rinishini saqlab qolishga alohida e'tibor qaratildi. Sharq me'morchilik an'analari asosida loyihalanib, bunyod etilgan maqbarada ham o'rta asrlar ham zamonaviy arxitektura usullari mujassam. Obida tuzilishiga ko'ra 14-18 asrlarning bir bo'lmali daxmalarini yodga soladi. Bunday maqbaralarni O'rta Osiyoning ko'plab shaharlarida uchratish mumkin. Balandligi 7,55 metr bo'lgan inshootning gumbazi Hazrati Xizr masjidi kabi qirrador, sirli koshinlar bilan qoplangan. Maqbara peshtoqini bezashda esa rang-barang bo'rtma qoshida foydalanilgan. Inshootning quyi qismi to'q yashil marmar, yuqorisi esa o'yma sopoldan ishlangan Iroqiy uslubidagi belbog' bilan zinatlangan. Janubiy sharqiy tomondan kiriladi. Obida eshigi ustiga Qur'oni Karim oyati arab tilida sulh xatida nafis naqshu nigor uyg'unligida bitilgan. Oyatning tarjimasi bunday: ularga rahimli Parvardigorlari tomonidan salom aytilur. Yosin surasi 58-oyat. Peshtoqqa esa Niso surasining 113-114-oyatlari ko'rt bag'ishlab turibdi. Agar sizga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida edi, ularning bir toifasi sizni adashtirishga azmi qaror qilgan edilar. Ular o'zlarinigina adashtirdilar. Sizga esa biror zarar yetkazmaydilar. Alloh sizga kitob va hikmatni nozil qildi va bilmaganingizni bildirdi. Allohning sizga nisbatan fazli buyukdir. Ko'p shivirlashib gaplashishlarida yaxshilik yo'qdir, magar sadaqa berishga, ezgulikka yoki odamlar o'rtasini isloh qilishga buyurilgan bo'lsalar, bu yaxshidir. Kimda kim Alloh rizosi uchun shu ishlarni qilsa, unga ulkan mukofot berajakmiz. 2 tabaqali eshikka Samarqand yog'och o'ymakor ustalari usulida Qusam ibn Abbos maqbarasidagi kabi 3 sathli naqsh solingan. Peshtoqlar markazidagi arkalarni Handassaviy naqshli marmar panjaralar bezab turibdi. Ichki tomondan esa 3 qavatli shaffof oyna o'rnatilgan. Bu esa maqbara ichiga yorug'likning bir maromda tushishini ta'minlaydi. Maqbaraning orqa devori arkasiga Shuaro surasining
109-oyati bitilgan. Maqbaraning ichki qismi an'anaviy usulda bezatilgan. Inshootning to'rttala tomonidagi yarim metrli o'yiq me'moriy shakllar unga ayricha ko'rkamlik baxsh etgan. Peshtoq arkalari orasidagi mo'jaz qubbalarga kundal uslubidagi naqsh nigor va zar bilan jilo berilgan. Gumbaz osti aylanasiga ko'rk bag'ishlagan iroqiy uslubdagi belbog' 14-18-asr Samarqand va Buxoriy me'morchiligida keng qo'llanilganini aytish joiz. Inshoot ichki qismini bezashda Hindiston, Xitoy va boshqa mamlakatlardan keltirilgan turfa rangdagi toshlar qadalgan oq marmar istifoda etilgan. Yorug'lik tuynuklari tegrasi guldasta deb atalgan ustunchalar bilan o'ralgan. Pastki qismiga och yashil rangi aqiq va giriq uslubdagi murakkab qirqma handasaviy naqshlar ziynat berib turibdi. Markaziy arkaga Suls va Kufi xatida Qur'oni Karimning Najm, An'om, Shuro, Fotir suralaridan oyatlar bitilgan bo'lib, ular zar bilan qoplangan. Arka tuynuklarini bezashda esa islomiy uslubidagi qirqma naqshlar va turfa rangdagi qimmatli tabiiy toshlardan foydalanilgan. Gumbazning ichki qismi kundal uslubidagi naqsh nigor va zar bilan ziynatlangan. Obidaning ichki va tashqi bezagiga oid har bir badiiy element O'rta Osiyo va Samarqand an'anaviy maktab va uslublariga tayanilgan holda maxsus ishlangan. Maqbara o'rtasidagi qabr toshi aqiqdan bo'lib, uning tegrasida Qur'on oyatlari va Amir Temur hamda Timuriylar davriga oid yozuvlar bitilgan. Me'moriy majmuani bunyod etishda ko'rsatilgan yordam uchun Birinchi prezident bevasi oyim Tatyana Akbarovna Karimovaga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, Madaniyat vazirligi huzuridagi madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh boshqarmasiga, UNESKOning Butunjahon merosi markaziga hamda yodgorliklar va tarixiy maskanlarni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro kengashga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Yangiliklarni biz bilan kuzating. Like bosishni unutmang.